Bitta bolani ko'rdim Instagramda aytyapti. Bitcoin ketdi 140 ming, 200 ming bo'ldi. All time high qaytmaymiz endi. Ketdi tepaga. Xo'p, mana bitta sizlarga narsa. Bitcoin o'sha etishidan keyin nima bo'ldi? Qaranglar, Bitcoin xo'p mana hozirgi tushishda o'zini hisoblasa 12% tushdi. Endi любой altcoin'ni qo'yamiz, masalan qaranglar. Любой altcoin. Ну, masalan вот любой altcoin 30% minus. Cake masalan endi eti degan narsa desak 26% tushgan. Masalan Jasmine qaranglar necha foiz tushgan. 41% pastga tushgan o'sha etgandan keyin. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni tushmaydi emas, hamma narsa tushadi. O'zini zonasiga boradi, keyin olinadi. Siz kutasiz, olasiz. Какой-то hype qilib narsalar kerak emas, bolalar. U 140 ming, 200 ming ketdi. Mana o'sha любой altcoin o'zi 30% tushgan, Bitcoin o'zi 10% tushdi. Mindset bolalar, logikani ishlatamiz.